Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar, borimizlar, sog' omonmisizlar. Xudo xolasa aziz do'stlar. 3-aprel sanasidamiz. Biz navbatdagi manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahriga aziz do'stlar. Mana shu ortimda turgan navbatdagi gigant razmerdagi darvozamizni o'rnatib berdik. Bir qator obzor qilib beraman. Xudo xolasa e'tibor qilib turasizlar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran pastda raqamlarimiz bor, aloqaga chiqaverasizlar aziz do'stlar. Aziz do'stlar, tagiga shiveler qilib berganmiz. 2 yon hamda teva qismiga 12 ga 8 brus qilib berganmiz aziz do'stlar. Stenkasi 2,5 stenada bo'lgan, 2,5 stenada bo'lgan. Hop, nalichka qilib berganmiz. Tevaga 45 sm, 2 yonga 40 sm dan chiqarib berganmiz aziz do'stlar. Tevadagi nalichkamiz tashqariga o'sish, hop, razmeri aziz do'stlar 65 sm bo'lgan. Ham nalichkamiz ichkaridan o'sib chiqishi yoni qismiga aziz do'stlar 45 sm dagi 45 sm o'stirib chiqarib berganmiz aziz do'stlar. Darvozamiz shunda hop 55 sm ichkariga o'rnadi aziz do'stlar. Endi ichki qovurg'a profillarga to'xtalamiz yurtdoshlar. Mana shu profillari 6 ga turib profil ishlatganmiz. Stenkasi aziz do'stlar 1.8 stenada. Darvozamiz 2 qavatli variantda yasalgan. Birinchi qavati sharshaviy listi, ikkinchi qavati garyachiy 1.8 pulsovoy list aziz do'stlar. 12 viloyat bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.